Assalamu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar. Hammamizning har xil hayot sarguzashtlarimiz va hayot hikoyalarimiz bor. Men o'zimning 3 hikoyamni sizlarga aytib berishni muvaffaq bo'ldim. Boshqa do'stlarning o'zlarining bishdan o'tgan hikoyalarini sizdan o'rtoqlashishni chin dilimizdan umid qilamiz. Shunga oldi bilan o'zimdan boshlab berishni muvaffaq bo'ldim. Men tug'ilganda Jo'ng'ar o'ymolig'ining eng chet bir yezisi. Demak, men bir yezi qizi. Bizning mahallaning old tarafida poyansiz dasht qumliq bor. Hech qanday vatanimizga taba bo'lgan bir yeza qishloq yo'q. Shu udul berib tashqi Mo'g'ulning chegarasini tutishib ketadi. Men 5-20 yoshga kirgan vaqtimda burun maharib sohasida ishlagan ayollarni eliqib 4 kishi guruh vaqtida ularni jazolab, xizmatini asliga keltirmagan, ammo qalbig'ini avatgandan keyin biz turgan shu chat yeziga tuvanga tushadi. Bu ikkisi bek bilimlik ayollar bo'lganligi uchun ularni ittizga olib ishlatishni bizning mahalladagi kishilar muvaffaq ko'rmadi. Shu vaqtda mening otam mahalla boshliq edi. Shuning bilan atrofning bir cho'ng sinfini ilib shu mahalladagi bolalarga sinf ichib berdi. Asli bizning mahalladagi bolalar va qarshimizdagi mahalladagi bolalar 3-4 kilometr yiroqlikdagi bir maktab berib o'qiydi. Mening akalarim, ochilarim shu maktabda o'qigan. Shu men 5-20 yoshga kirgan vaqtimda shu ikki o'qituvchiga bir sinf qilib berish uchun mahalladagi kichik bolalarni yig'ib sinf qildi-da. Qarasam mamlatdan o'ynaydiganlarning hammasi kirib ketdi o sinfga. Endi uni maktab degan bo'lmaydi, chunki bir sinf bu. Shu men qoldim. Mening shunda kirib o'qig'im bor. O'qay desam, opam sen kichik darsan bo'lmaysan dedi. Lekin men shunda kirgim bor. Ankaydin iliq ayol o'qituvchi dediki, kirib o'qisin. Darsan olib ketalsa kessin, olib ketamsa kelayli qayt o'qis bo'ldi emasmi? Dedi. Men shuni o'shanlik bilan o sinfga kirdim. Kirib herhalde yaxshi o'qidim. Qishning bir kuni men atdigan sinf chiqishni unutib qolib, atdigan opam atdiganda turib bir ishdan sirtqa chiqib ketdi ekan. Men uxlab qoldim. Xotirjam issiq mayshan endi uxlab tursam opam kirdi. "Voy, sen dars chiqmabsan-ku" deb. Shu o'rinda qo'pib yig'lab ketdim. "Men dars chiqmabdi" dedim. Shuningla yugurib mondim. Opam "Voy, bo'ldi, chiqmasang bo'ldi. Ben ma'lumanga deb qo'yay desam, unmay chiqdim-da. Chiqsam shu 2-soatlik dars o'xshaydi. Masjiddagi kunning ahvoliga qarab baqsam, shu ruxsat bu deb sinfga kirdim. Kirib ishni oldida tursam, boshqa bolalar hamma men zanglik qilgandek. Chunki mahallamizdagilar sinf bo'lgan hech qanday bola kechikmaydi. Hammasi shunda aktivlikda o'qiydi-da. Hammasi men zanglik qilgandek kuldi. Kulgatmay ishni oldida qo'lim to'plab turdi. Shu vaqtda iliq o'qituvchimiz bunday dedi. Bu Xadichaning bugun qo'shiq og'rib qoldi ekan. Attiga opsmon degandi, qizim sinib chiqolmaydi. Degandi men ma'qul aramasin, ati chiqsin degandim. Shundoq bo'lsa-mu yana qo'shiqqa og'rib tursin sinib chiqibdi. Sen nima uchun kulsizlar? deb men tanlikda o'tirib oldi. Men degan shunda xushalliqda o'rnimga kelib o'tirdim. Lekin o ish men bilan o'qituvchimizga ayon-da. Shu o'qituvchimning shu bir qatim meni shu tanlikdan qutqizg'ini mana hayotimning bugungi kunigachilik menga savob. Bu o'qituvchimiz keyin biz 3-sinfmi 4-sinf chiqqan vaqtda boshqa bir shaharga oilasi bo'yicha yo'tkib ketdik. Keyin men xizmat chiqqandan keyin shunda cho'ng so'zlarlar bilan berib shu shaharga berib yo'qlab keldim. Chunki shu minnatdorlik shu vaqtidan bor ham bugungi kungacha bor. Ben onunla nimsala kaldım. Karşımdaki bir adam tanlık kalgan vakitte onu qutquzishni o'rgandi. Onu tushunishni, haliga yetishni o'rgandi. Shu darsni shu o'qituvchim o'zining amaliyati bilan menga berdi. Endi ikkinchi hikoya. Biz mahallamizdagi sinfda 1-2-likni shunda o'qiymiz. 3-yillik bo'lganda burun akalarim, ochilarim berib o'qigan maktab berib o'qiymiz-da. Men 8 yoshimdan boshlab 14 yoshimgacha
Şu badam bez tuberkuloz kesine giriptar oldum. Ben bunu yerlik usulda çaşkan yarısı deydim. Ben o kişilerden derdim bektattım. Şunda acizlap gittim, inci maruk degen aşında halette. Şu an beni biz o mektep bağlandıkından başka sınıf mesulümüz oldu. O sınıf mesulümüz ben kiselde sınıftan tazlık işleri oralaştırmaydı, ehir tenterbiye faaliyetleri oralaştırmaydı. Çıkıp inmek ait valaydı hem de. Bu kiselde. İşte bu 5. sınıf çıkan vaktimiz bu deyim. Bizim sınıfın karşısında okutuşlarının işhansı var, oturda meydan var. Şu meydanda oynavatqa vaxtımızın bir okutuşumuz bir çöğünü götürüp açık bana mektepten aldı ki eğilikten su əgəbə de tutqazdı. Hem o okutuşumuz benim kesinlik ehvalını bilmeydi çünkü ola bazardan biz o vaxtda şehirden kelgen, nahiyeden kelgen okutuşlarını bazardan çıkan okutuşlar da bataydı. Ola şu bizim şu mektep təqsim qılıb yenidən kelgen okutuşlar da o okutuşçu benim kesinlik ehvalını bilmeyen ki su əgəbəgin de bu çöğünü man verdi ve onu mandım. Şu vaxtdan özü de yeni sınıf mesulümüz işhanısından dək edilib çıxdı da yelik malım var. Anam qoldu ki çöğün aldı. Abalı kesen, özden akir, bu musu başka oğullar be. Yelikki okutuşundan çıkıp muştaq yapığa vaxtı çöğücülerini bir anımekiyen qoğdaş üçün muştaq yürüpüydü o. Ve aynı qoğdağa vaxtı ki aşta halet. Yelik okutuşumdan kolu da tavşıq tekşirib atqan kenti şu hazır göz aldımda var. Yani kızıl siyahlık kalem. Özden akir, ya başqalaq be. Degen vaxtda gelip çaçırap çıkan siyahla yegi timip düşken siyahlamın köz aldığımda var. Bu okutuşum bana nem ders verdi. Köyün işinin qandaq bulduğalıqını. Asıraşının qandaq bulduğalıqını. Karşı taraftaki adamın əmini əhvalı qarta muamele qilishini qandaq bulduğalıqını öyrətdi. Ben şu savaqlarını hayatımın bugünkü günü hiç tətbiqlab geldim. Bu iki okutuşumdan alğan savaq. Keyinki vaqtlarda biz şəhərə köçüb girdik, yəni Ürümçidə yaşadım. Muş İstanbul kelişinin 2-3 yıl aldı da ən axır qıtım şu okutuşumunu yoxlab, burun qətmən çoğ bolğan yezıq var. Berib görüşüb, muğluşub, mənim balıq vaxtındakı gəpdən də bölüb, əslişib, yığılışıb, işte qıb gəldim. Həm də 3-cü hikaye. Bu hem de biraz başkalarının ki nemisini aşkandak bu kaldı ama bu mu yine bir hayat sergüzeştisi. Ben bir ali mektepte oquşlarının əxlaq sınıfını işləyəm. Biz bir başqarım təvəliydi. Bütün Uyğur oquşlarının şu əxlaq xizmetini ben qılbəyimdi. Oğullarımı çin tutum, lakin qızlarını bekar çin tutum. Eğer ular akşam yatak gelmegen bolsa, negi bağını təpsili sürüşdük qılma. Məsələn, bir dostum ağırıb qalğandı, yatakda həmrah olmaq üçün doktorxan balını sitib qalğandı, şunu verib həmrah oldum desim o. Şu doktorxanı verib akşam ma keserge birisi gəlib həmrah oldu mu deyə sorayım. Bir tuqulumla uyuq bağlandım, desə aş tuqulumla telefon numarını edib, akşam sizin uyunuzga falancı qız gəlib etib qalğan mı deyə sorayım. Aşında qılıb bir qız tul yalğa etib, onun tutulub qaldı. Onun oğuçluq kelişkisi və başqa nəsəri mənim qolumda. Aşlarının məktəb bütürlüğü vaxtıda əxlaq nimisiga mən layaqətlik degan imzanı qoymuşsam, o da məktəb bütürəməydim. Şu vaxtda mən aştab tutulan qızlarının biri Abdunum rayonundaki bir nüfuz var, başlıqdan ciyan qızı ki. Şundan bizden başqarımızdan muavin başlığı Uyğur. Ben çağırıb bəkirib işxanasığa. Bu falancı başlıqdan ciyan qızı deyil. Məktəb bütürcək təsiri yetmisin, dedi. Eğer ondaq gəpdi demək desimi bulubdi, mən aş falancı qamdan bir nimisi, pustancıdan bir nimisi degen gəp mən əzəldən yaxmaydı. Çünki burundular, o nəzimə qarşıtdım. Onun aldığımı aşında hizmetlerimizge bu muavin başlığımız aşağı bir çantlarını kerip oturduğumuz yer azraq bir sürgü işler boğandı. Ben hizmet bek prensipcan.
Sen atık açıcı. Şu an o başlığımızda dedim, bundaq olsa siz, demek yıllık adam başlığımız telefon urğanmı şu bir cəryan isimde qalmabdı. Siz hicil olmağın dedim. Ben şu Abdum rayondaki başlıqla inanıp baray. Cihan kızınızı başvuru sizden olsun. Okutuş bizden olsun. Uyunuzu ekip yatkızıp, mektep kettigende yolu salasız. Dep inanıp baray. Bizden bir okuğucunu başvuruşumuzdan çat kerse, onda biz öz başvuru olsun. Dedim. Abiyam degendek bir qancha sürkülüşler bo'lgan bizning o'rtamizda hamisimiz xizmat munosabatida men prinsip için durman. O yoq biraz bo'sh turishni tashabbus qildim. Shu sabablardan. Endi biz mushta ishlaganlarning haftada bir kun qizlar yotoq binosida oqshimi dejurni turish vazifamiz bor. Bir kun mana dejurlik vaqti keldida dejurni turib tursam, ular atrofida biz odatda 10'dan 10:30 bo'lgan vaqtda eshikni taqaymiz ham qizayda eshikni. Ustida varon-churon bo'lib ketdi. Chiyqirab ketdi-da qizlar. Yugurib chiqsam bir o'g'il bola qizdan yotib turdi. Shunga kirib, "Voy sog'ning bor? Bet sog'ning bor qanday kirding?" Qizim iliq part mandi. Kap dumsini chapini dumsini tutdi. Kuchli shamdim iliq patraqishib oldim, chiqib borman, keyin qo'g'layapman. Paskichilik o'qash deyman, qo'g'dib chiqib Şunun bilan adsi meni xizmatda mas'uliyatsizlik qildi deb yig'in ichib bizning boshqarmada meni tanqidlab, menga ogohlantirish jazosi yozdi. Bu ish meni idimni faqat o'tmadi. Qandoqlar chiqib ketgandi u? Deyman-da, shuna taqda kallamga keldi. Şu vaqtda men əsldim qaysı vaqt qilib ketgandi, men qaysı vaqt bexastalik qilgandim, nima sababdan degan narsani o'ylasam, shu bizning muavin boshlig'imiz bilan bir yurtliq shu binoda o'qishga xizmat qiladigan qizlar bor deydi. Shular mening oldimga kelib, meningdan bir narsani so'rab meni gapga tutgan. Ha, deb o'yladim. Shular meni gapga tutgan vaqtda bu o'g'illar asta inishib ketib o'tib ketganga. Bular meni ashundoq moslashib mag'ziyatkash qildi deganni o'ylab, bu hukmimga men 100% ishonaman, qalbim 100% ishonaman. Shuning bilan gumon bo'lib qolsa, atibim satishib qolmay deganlarni o'ylamay, bizningki muavin maktab mudirimiz Uyg'ur edi. Maktab mudir ishxonasiga kirdim. Men mushta ish qildim. Desam, "Oy, shu ogohlantirish jazosi bergan sizmi?" dedi. "Ha, men shu." Mushta ish qildim. Buning jarayonida bunday necha qitim surkilishlar bo'lgan. Meni bu qitim bular birlashib qo'ydi dedi. Siz bu ishni aniqlamasangiz bo'lmaydi. Ziyanga uchirdim. Men ogohlantirish jazosi loyiq emas. Desam, unda bo'lsa, deb meni boshqarmaga telefon berib, siz bir hafta kayfiyatim nojaraylik mudirning ishxonasiga kirib yig'lab ketib borman. Ashta bo'lganki siz bir hafta oramina, men ular o'rlashtiray, kayfiyatingiz yaxshi bo'lgandan keyin men mush bir haftacha bu ishni aniqlay dedi. Bir haftagim qolmay 3 kun o'tib, juma kuni men chaqirdi ishxonasiga. Kelsam, yiliq boshqarma boshlig'imiz, yiliq 3 o'quvchi, yana bir qancha bizningki shu bilimdagi xizmatchilar ishxonasida bo'lgan. Kirgandan keyin menga dedi: "Sizning deganingiz to'g'ri chiqdi. Men qo'g'dash boshqarmasidagilarga bu ishni topshirgandim. Ular savol so'roq qilganda o'quvchilar haqiqiy ahvol iqror qildi" dedi. Yiliqi maktab mudirimiz nima dedi shu vaqtda? Men o vaqtda yiliqi Uyg'urlardan tunji bo'lib loyiqni ushlash o'rnini ichib, radio, televizorlarda mushta ahmiyatin so'zlab yurgan vaqtlarim bordi. Chunki u bir alayda cho'ng ish bo'lmasmi, tunji ishni bir odamningki dadillikdan o'tirib chiqib, men mushta qila olayman degan ishonch bilan o'tirib chiqishi bu muhim bir rol. Shu bilan yiliqi maktab mudirimiz dedi: "Bu Xadichaga sening boshqarma boshliqlik o'rningni bersak ishlab ketadi. Hatto mening maktab mudirlik o'rnimni bersak ishlab ketadi. Bu yoqda ashundoq bir
qizg'inlik, ashundaq bir ruh, yangilik yaratish bir irodasi bor. Biz loyiq xizmat qilamiz. Deb menga qaranglar, 3 oy ta'minlashadi. Shu vaqtdagi qishki ta'til bo'lganga 2 oy, 3 oy vaqt bor. Ta'tilni qo'shgan 3 oymi? Maaşınız hiç demek tutup kılınmaydı. Siz 3 ay aram ilip, kilin bu bölümde işlemeysiz, başka bölümde işleysiz de. Demek ben şu vakitte nemi bilen yendi? Birisi prinsipçallığım bilen, birisi özemnin üstüdün tokulgan tökmetke karşı durup özemni qoğdaya alışım bilen. Yani birisiga aramay, yenilik yaratish, bir ishlarni qilish, tafakkur qilish ruhim bilan ya. Demak, ashuni ko'ralaydigan insonlar. Hem buningda nima xulosa chiqarib ko'pchilik nima demoqchi? Sizlarmi turmushingizda mushundaq bir yaklashlarga yoki bo'lmasa ashundaq bir paslashlarga, ziyonkashliklarga uchrashingiz mumkin. O vaqtda bo'ptila deb sukut qilib, savr qilib o'tkazayotgan. Agar sizning qilganingiz to'g'ri bo'lsa, o'zingizni qo'g'dang. O'zingizning aqlig'uchisi bu. Ya'ni dunyoning hamma yerida o'z yashayotgan davlatlarningki ma'lum idora organlarida va yoki bizning Uyg'ur jamiyatimizda, dernek tashkilotlarda ish qilayotgan, rahbarlik qatlamida o'tirayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Sizlarmi qo'l ostingizdagi xizmatchingizlarni tushunishga mahir bo'lingizlar. Ularning gaplarini astoydil anglangizlar. Ularning degan faktlarga hurmat qilgan asosda ishni moyilini aniqlashga kirishingizlar. Men shu boshlig'imizga mana hozirgacha duo qilaman. Chiqib ism kelganda duo qilaman. Kunda desam ashur etgan bo'lmay. Lekin ismga kes duo qilaman. Çoğun bir məxsus dua üçün bir xatmi Qur'an qılğan və başqa vaxtlarımda çoxumdaki vaxt unutub qalmayın dua qılım. Adam aşındaq. Hayatda uçurğan aşındaq bir kiçik qo'llashlar, aşındaq to'g'ri tushunishlar, aşındaq ilham berishlar bir ömür hayatda yetib başladı. Bizmi başqalar aşdaq bo'lalsak, aşı insanlar dünyanın bir chetida turib bizni aşda eslaydi. Bizga aşdaq duo qiladi. Bizdek bir odamdan ta'lim tarbiya olganligidan, bizdek bir inson bilan tang yashayolganligidan, ham yashaganligidan baxt his qildi. Yani meni hayotim ta'sir qilgan hikoyalar bekchiq. Buning ichida hamda mehr muhabbat kuchaytirgan, o'zimizni qo'g'dashga rag'bat bo'ladigan hikoyani uchun so'zlab berdim. Boshqalarga ilhom, rag'bat bo'ladigan ashundaq hayot hikoyasiga ega do'stlarning ekranimiz orqali hikoyalarni biz bilan o'rtoqlashishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz.